Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Sizlar bilan yana Maestro 888 YouTube kanali videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoning nomidan bilsangiz kerak. Bugun men dachaga chiqaman. O'tgan videoda biz yashirin dachalarni topgan edik. Bugungi videoda bo'lsa dachaga chiqaman. Ketdi do'stlar, unda dachaga chiqamiz. Men ataylar bu video uchun bir mashinani tutib oldim. Chunki bu sekin. Bu dacha qayerdaligini bilasizlar. Bu dacha nima deydi ya? Qor tarafda bo'ladi. Shuning uchun sekinroq mashinani tanladim. Mana ketdi mana. Chesna. Mashina ekanda. Foto oldim do'stlar buni. Spodaman deb bilmaydi. Arendaga olib turdim bittasidan. Kaparsinga onlayn kirgan edim. Bittasi shuni deb turdi. Video uchun deganimga. Mana shuning uchun biz ketyapmiz mana. Berib turgan. Shuning uchun men video olyapman. Turda aytdiki menga yo o'zingizga oling yo arendaga dedi. Men bir o'ylab ko'rishim kerak. O'zimda yaxshi mashinalar bo'lgan olib qo'ysam bo'ladi. Videolar uchun kerak bo'ladi do'stlar. Sizlar menga hozir qaysi mashina kerakligini topinglar. Menga M5 kerak, Compage F90. F90da videolarim yaxshi ketadi, video olishim kerak. Menda F90 yo'q, M5 yo'q. Shuning uchun kimda M5 bo'lsa yozinglar kommentga. Menga M5 kerak. Videoga berib turinglar. Mana shuni aytib ketaman, kommentga yozinglar kimda M5 bo'lsa karpakinchilar. Ketdi do'stlar endi. Ketdi mana ketyapmiz mana Binjan orqasidan. Ketdi ana busamiz do'stlar bu yerga. Bu yerga do'stlar busamiz. Sekinroq haydaylik. Video cho'zdirish kerak. Video kam bo'lib qolishi mumkin. Sekin haydab ketaveramiz. Men bo'sh vaqtlarimda emas, har kun karpakin qilib turaman. Bilasizlar, karpakin yaxshi o'yin. Mana ketibmiz, mana yetib keldik уже. Mana endi sal gazni pasaytiramiz-da, sekin haydab boraveramiz. Ana sekin dacha majidda ketaveramiz. Ana do'stlar ko'rasiz, sirpanib ketyapti mashina. Ketaveramiz dacha majidda. Mana sirpanyapti. Do'stlar kanalga obuna bo'lib like bosib qo'ying. Iltimos, aktivni bag'irlatinglar. Like ham ko'p bo'lsin, chunki like mening video chiqarishimga yordam beradi. Mana do'stlar dachaga ham yetib keldik. Mashina mana qo'yib dachani ichlarini bir obzor qilaman. Yo'q, mana qaranglar, oldirim mashinani. Rasvolga ketdi-ku. Mashina qilib qo'yamiz, mashina tushamiz endi. Mana do'stlar, mana dachaga yetib keldik. Endi dachaning ichiga kiramiz. Dachaning eshigi yo'q ekan. Dachaga kiribmiz ekan do'stlar. Nega kirmayapti dachamizga? Ayting, dachani sotib olmaganman. Uzr do'stlar. Do'stlar, bugungi videomiz sizlar bilan shunaqa edi. Men dachaga bordim, videosi edi, mana ko'rishlaring mumkin. Dacha zo'r dacha. Ko'ryapsizlar, mana tepalari bilan. Faqat men bu yerga kira olmayman. Chunki menga hozir qancha kerakligini ko'rsatib beraman sizlarga. Bizga 500 k kerak. Menda uncha pul yo'q. Faqat 9000 bor. Uncha pulim yo'q menda do'stlar. Shuning uchun sizlar like va kommentariyani bag'irlatsangiz, men bironta yaxshiroq dacha olib sotib olib pulimga va video olaman.
Mana ko'ryapsizlar, biz dachaga keldik mana. Hammaga xayr do'stlar, shu yerda bizning videomiz yakunlanadi. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Sizlar bilan Maestro 888 edi. Xayr hammaga.